Xo'p, bugungi videomizda 40-45 yoshdan oshgan erkaklar uchun taalluqli hisoblanadi. Agarda siz mana shu analizni topshirib yursangiz, prostata kasalligidan bevaqt o'lib ketmaysiz. To'g'ri. Aytayotgan gaplarim juda ham og'ir bo'lishi mumkin, lekin bu analiz sizni hayotingizni saqlab qoladi. Bugun prostatani onkologiyasi, prostata raki haqida gaplashamiz. Prostata raki bu prostatadan paydo bo'luvchi xavfli o'sma hisoblanadi. Bu xavfli o'sma agarda vaqtida aniqlanmasa, albatta onkologik kasalliklarning oxiri nima bilan tugaydi? O'lim bilan tugaydi. Ammo oddiygina 150 ming so'm, maksimum 200 ming so'm analiz bilan 1 yilda yoki 6 oyda bir marta bu kasallik sizda mavjud emasmi aniqlashingiz mumkin uy sharoitida. Xo'p, birinchi navbatda prostata saratonini belgilari. Siyishdagi qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, siydik ushlanib qolishi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari siydik qon aralash bo'lib chiqish holatlari ham bo'lishi mumkin. Ammo onkologiya agar butun tanaga tarqab ketsa, suyaklardagi og'riqlar, ikkilamchi belgilar ham paydo bo'lishi mumkin. Va ayrim holatlarda siydikning oxirida qon laxtalari bilan chiqish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Ayrimlarda esa bu holat umuman belgisiz kechadi, chunki onkologik kasalliklar bilamizki hech qanaqa belgi bermasdan oxirgi bosqichlarga borganda portlaydi va bizni bu holatdan ogohlantiradi, lekin unda kech bo'lishi mumkin. Agarda hurmatli erkaklar, sizning otangizda yoki bobongizda prostata raki, ya'ni prostata saratoni bo'lgan bo'lsa, sizlar 40 yoshdan boshlab bu tahlilni topshirishingiz kerak bo'ladi. Agarda bu holat bo'lmagan bo'lsa, 45 yoshdan o'tgandan so'ng har 6 oyda 1 yilda bu tahlilni topshirib turasiz. Agarda bu tahlil ko'rsatkichlari normada bo'ladigan bo'lsa, demak sizda prostata saratoni mavjud emas. Bu tahlilning nomi PSA tekshiruvi, ya'ni P, Pepsidagi P, C, koladagi C, bunaqa inglizcha, menimcha hamma tushundi, va A. PSA deb nomlanadi tekshiruvning nomi. Uni umumiy formasi mavjud, ya'ni общий PSA mavjud hamda erkin formasi mavjud. Ertalab och qoringa ovqatlanmasdan kelib topshiriladi. PSA topshirishdan oldin, bir kun oldin iloji boricha jinsiy aloqa bo'lmagani ma'qul hisoblanadi. Bu PSAning normativi odatda 4 gacha mavjud bo'ladi. Agarda har 6 oyda tekshirganingizda buni normativ ko'rsatkichlardan pastroq bo'ladigan bo'lsa, demak sizning prostatangizdan hech qanaqa rak kasalligi, saraton kasalligi rivojlanmaydi degan holat hisoblanadi. Demak, oddiy analiz orqali siz umringizni, hayotingizni saqlab qolishingiz mumkin va bunga albatta bee'tibor bo'lmang. Videomizni barcha erkaklarga tarqatib qo'ying va bu tahlilni albatta 45 yoshdan keyin hamma erkak hech bo'lmasa 1 yilda bir marta tekshirtirib yursin.